va Ayub Shahidinov filmlari bitta ishtirokda juda ko'p sahnalar oldik. Ulug'bek aka, bu safar men sizni tabriklayman. Meni ustozim dublyaj bo'yicha sudab tilda o'rgangan, o'zbek tilida o'rgangan, rus tilida gapirmasdan deb tushunardilar. Mana keyin juda ko'p filmlar olishdim, juda xursandman, barchalarni tabriklayman. Lekin Adolat film bu o'zi serial, lekin uni film qildik, lekin oson bo'lmadi. Hammamizga, butun jamoamizni tabriklaymiz. Bir oy qamoqda syomka qilganmiz. Erxonki, sizga so'z bering, gapiring. Rahmat hammaga. Avvalambor ushbu go'zal marosimni tashkilotchilariga va kinematografiya agentligiga va bosh prokuratura kinoargoblar uyushmasiga va bizning prodyuserimiz Baxtiyor Fattohovga, ularning boshchiligiga, barcha ijodiy jamoamizga, eng avvalo aktyorlarimizga, Noshajiyeva va barcha qatnashchilarga, sizga hamma aktyorlarimizga katta rahmat. Yaqindan yordam bergan, o'zini maslahati bilan yoki amaliy yordam ko'rsatgan barcha kimnidir qanaqa hissasi qo'shilgan bo'lsin ushbu filmga, hammaga katta rahmat. Rahmat. Yashang.